Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men har doimgidek usta Muhammad Yusuf. Do'stlar, bu xizmatimizni Asakada yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, do'stlar, cho'zib o'tirmaymiz. Videoni boshidayoq shu joyimizga qancha so'mga ketganini aytamiz. Dollarda yozib qo'ygandik. 6.700.000 so'mga berdik qadrdonlar. Gideta bu hozirgi paytda 1.240.000 so'mdan kursga bo'lganda $540 atrofiga to'g'ri keldi. Tarnovlari, tunuka pullari bilan birgalikda usta xizmatlari hammasi ichida do'stlar. Reka lesalari do'stlar, barchasi ichida shu summaga to'g'ri keladi. Do'stlar, vodiy bo'ylab 135.000 so'mdan yana joy ustida kelishgan holatda tunuka pullari qilyapmiz. Tarnovlarda esa metrini 50.000 so'mdan 60.000 so'mgacha qilib. Xo'p, do'stlar, bu aytilayotgan summa ishlatayotgan materialimizning kvadratiga olinadi, joyning kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi joyning kvadratidan ishlatayotgan materialimizning kvadrati ko'proq bo'ladi, ko'proq ketadi. Bukilish, qayrilishlarning hisobiga ko'proq kvadrat material ketadi. Xo'p, do'stlar, tarnovda esa metriga berasizlar. Metrini 50.000 so'mdan 60.000 so'mgacha o'rtacha hisobda bo'lyapti. Tunuka pullar o'rtacha hisobda 135.000 so'm, 140.000 so'm atrofida to'g'ri kelyapti. Yana ish holatiga qarab ustida kelishilyapti. Mana shunaqangi joylar bo'lsa, bitishiga kelishiladi. Xudo xohlasa, juda ham go'zal holatda, mana shunday holatda qilib beramiz.